Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 13 noyabr. Biruni shahridagi avvalgi Baraka savdo markazi, hozirgi Ilras savdo markazida aksiyalar davom etmoqda do'stlar. Bitoy texnika tarafida katta aksiya. 40 lik Artel televizorini sotib olasizlar va 32 lik televizor podarka deydi do'stlar. Soni cheklangan 100 dona bor ekan do'stlar. 100 dona televizorga 100 dona televizor podarka ekan do'stlar. Ustiga qonlar. Ertangdan boshlab 14 noyabrdan boshlab xudo xolasa kelaverasizlar do'stlar. Adresimiz Biruni shahri Kat ko'chada joylashgan. Kat ko'cha. Prямо Anar kafening yanında joylashgan do'stlar. Bu yog'imiz Anar kafe. Hozirgi to'yxona desa ham bo'ladi. Telefon nomerlari yoziladi, zvon etib kelaverasizlar va undan tashqari mayda-chuyda aksiyalar ham bor ekan do'stlar. Ularni hozir video davomida bilib olasizlar. Ketdik kiramiz. Assalomu alaykum. Sizlarsiz Davronbek. 17 dan 10 bo'lsin. Yaxshimiz farman, namoz o'qiysiz. Zo'r svetim napsan qo'y. Tak, Yaxshimizmi? Yaxshimiz. Shukr, rahmat. Qarma endi. Ichki aksiyalar bor. Televizor aksiyasini yana qo'yversan, o'tgan safar yetmay qoldimi ya? Ava, xudo xolasa, televizor aksiyalarimiz xudo xolasa boshlandi. Avval shu o'tgan oyda qo'yganimiz yetmay qoldi. Ko'p odamga o'zim ham safarda bo'lib qoldim. Shundan keyin ko'p odam aytdi, shu yetmay qoldim, aytdim, shunga ham aytdim. Yana bir qo'yib berishga qaror qildik. Bu safar xudo xolasa hammaga yetadi degan umiddamiz. Xudo xolasa hamma yetadi do'stlar. 100 dona 100 dan qo'ydik xudo xolasa bu safar. 200 dona televizorda. xudo xolasa. 100 dona qo'ydik, 100 dona podarka qo'ydik. 100 sotiladi, 100 podarka shundancha beriladi. Ana do'stlar, bizam kitayskiy emas, Artel televizori, Ecoam Smart. Xudo xolasa, video davomida ko'rsatib boramiz. Ana shu aksiyalarimiz haqida, imkoniyatlarimiz haqida, muddatli to'lovlar haqidagi aksiyalarimiz va chegirmalarimiz bor. Ana shularni sizlarni qisqacha tanishtirish maqsadida video qilib o'tiramiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolasa zo'r bir aksiyalarni tanishib o'tamiz sizlar bilan. Havo televizor aksiyasidan boshqa mayda-chuyda aksiyalar ham bor ekan do'stlar. O'tirmay, bir chetdan ko'ringlar do'stlar. Unda telefondan boshlab telefondan sразу o'tib ketdik. Telefondan xudo xolasa. Telefonlarga ham aksiya beramizmi? Telefonlarga ham hozir aksiya beramiz. Sразу shu yerdan Qaysi telefonga beramiz? Samsungdan beramiz. Hech bir net o'tamiz. A07 hozir mana turgan A17 mana. Samsung A17 A56. A17 telefoni shu hammada shu hamma biladigan telefon. 1 yil ofisialniy garantiyasi bilan, bu ofisialniy root versiya emas, mana menda original servisga o'tadi garantiyasi. 1 yil garantiyasi bor. 1 yil garantiyasi bor, servisga o'tadi garantiyasi. Emaillar o'tgan 100%. Endi buning bahasi 2 million 300, 2 million 200 dan sotilib turadi buning bahasi. 2 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. 2 million 100. 2 million 100, ha. 2 million 100 ming so'm qilib beramiz. Endi A56 telefonimiz 128 lik, 6 ga 128 ligi bu. 1 yil ofisialniy garantiyasi bor. Buning ham bahasi 4 million 240 ming so'mga tushirib beramiz. 4 million 240. 4 million 240. A56 1 yil garantiyalisi. Gapi yo'q, shunda 600 mi 700? Qalasa ana shuni ham muddatli to'lovga da asab bo'ladi. Avvalgi oylik to'lovidan arzon bo'ladi bahasi. Qalasa muddatli to'lov. Qalasa muddatli to'lov. Avvalgisidan arzon bo'ladi. Bir pasportga muddatli to'lovga da asab bo'ladi bizlardan. Sami glamni korobka olib qolinmaydi. Avvallar korobka olib qolinadi, pasportga berilsa, pasportga berilsa. Hozir pryamoy pasportga berilsa-da, korobka hamma narsa garantiyasi bilan prямо o'zingiz bilan ketadi hamma narsa. 100%. Hech narsa olib qolinmaydi. iPhone olsangiz ham shunday. Avvallari masalan korobkasi olib qolinadi, Или iCloud qo'yiladi ham deydi. iCloud qo'yiladi, ikkinchisi ichine korobka olib qolinadi deydi. Shu emaillar o'chiradi vaqtida to'lamasa. Hozir unday narsa yo'q. Umuman prямо shu telefondan nol chiqsa, bayasini qo'shib berasiz. Ichine iCloud ham qo'ymaydi. O'zingizning iCloudingizni o'zingiz ochib olaverasiz. O'zingizning haqqa. Hech kim iltoj olmaydi telefonda. Vaqtini to'lamasang iltojdan endi. Telefon o'chib qoladi, keyin kelasan majbur. iPhone'da ham shunday bo'libdi. Masalan, o'zingizning ko'na iPhone'ingizni olib kelasiz, ishlatib turgan, o'zingiz 17 ga almashtirajak bo'lsangiz, trading xizmati ham bor. O'sha menda ertangi yana keladi iPhone'ingiz, bugun ko'pi sotildi. 17 ni olib ketaverasiz. Pro'si bu Pro bu. 17 Pro sim kartali varianti 256 lik orange rangi. Bu prямо ilk sim kartasi registratsiyadan o'tgan. Buni o'zim o'tirganman. Nedan? Bularda birovi eSIM, birovi oddiy sim karta. Birovi sim bo'ladi, birovi eSIM bo'ladi. Plus bo'ladi ekovi. Ekovi nedan o'tgan registratsiyadan o'tgan. Bu 17 larda ilk sim kartalasi bormi? Eminlik sim karta qo'yadigan ekovi. Bo'ladi undan. China bo'ladi, topiladi ham. Lekin kamdan kam keladi bu narsa. Уже lekin
buyog'inda sim kartaga qaraganda esimga ko'p odam o'tyapti. Men o'zim ham ishonch yo'q-da endi nima uchun? Mana masalan men o'zim 3 yildan beri esim ishlataman. Mana esim bizniki. Esimni masalan boshqa telefonni o'zgartirding. Nechta bo'ladi o'zgartirish? Prямо sim karta bilan o'tadi. Masalan men oqshom ishlatdim bu telefonda, avval 15 im edi. 15 dan 2 soatda bo'lgan ko'chadi. Просто bir-birini o'tirdingizlar. Ha, hech qanday problemasi yo'q. Ko'p odam shundan aytadi-da, boshqa telefon olib qolsam nechta bo'ladi bu deb. Bu hech qanday problemasi yo'q. Esim oladi, yana men avvaldan esim ishlataman. Gap yo'q, lekin mana 17 Pro Max. Cho'tka. Bu iPhone'larning bahasi 100% O'zbekiston bo'yicha javob beramiz. Nima endi o'zim olib kirib turibman bo'ladi Dubaydan. Javob bera olasanmi? 100%. Masalan 1480 dollar iPhone 17 Pro. Pro Max'i 1580 dollar. Shundan sotib turibdi. Svetida farqi bo'ladimi, puli bo'ymi? Bo'ladi. Ko'p odam yo serisi qimmat bo'ladi. Serisi sal qimmat yuradi. Nima uchun? Kraskasi qimmatmi yo? Bu prosta farqi Xadovoy bo'lib turibdi. Xadovoy yig'inidan ham O'zbekistonga kam kirib turibdi. Ana shuning uchun. Bu birinchi odamlar masalan уже telefonchilar bildi, mana rangni уже trendga chiqadi deb o'yladi-da. Bundan ko'p miqdorda keldi O'zbek. Trendga chiqib turibdi, lekin yonida aytib salfetka bilan artadilar, vlajniy bilan. Vlajning orasida nesi bor? Spirti bor. Vlajniy bilan artish mumkin emas buni. Oddiy trendga bilan artish kerak. Rang o'chmaydi. Spirt ketiradi oxirida. Yo'q, ketirmaydi, umuman ketirmaydi. Nima ketib turibdi shunda? Nima qizarib qolib turibdi bu? Bu qizargani u fakeviy bir Dubayda bir podelka telefonda ishlab chiqargan narsa. Shundaymi ya? Bu prosta trend uchun. Shunda sen hozir artib ko'rdim deb o'tirsan, salfetka bilan 100%. Qalagan narsa bilan artib ko'rsataman xalasan, kelsanglar. U iPhone ham falshiviy ular, ha? Falshiviy narsani artib ko'rsatib turibdi-da, u narsa bo'lgan u. Qizarmaydi hayotda hech qanday. Yolg'on so'zlaydi. Значит, falshiviy ekan do'stlar, shamol. Bunday narsa muammo yo'q. Men o'ylabman, salfetka bilan artgandan sapar ataversanglar, spirtni yo'qotib beraman deb. iPhone ham jillacha bunday narsani chiqardi. Shuncha brend. Undan yaxshi. Shunday olsak bo'ladi. Bemalol hech qo'rqmayman. Shuning uchun iminni o'zim mana rangidan oldim shuning uchun. Spesial sinab ko'rish uchun sinab ko'rish uchun. Har seri rangdan olmadim, mana rangdan oldim shuning uchun. O'zim ishlatib ko'raman. Молодец. Biz sendan so'rab turamiz. Bemalol o'zim sinab ko'raman. Qizarib ketmadimi deb. Endi videolarda. O'zimkini ko'rsataman mana qizarsa. Qizarsa lekin tashlayman hechimga. Shuni ayt. Tak, ketdik undan. Nimadan boshlaymiz? Qarasam, xolodilniklarimiz ham bo'ladi. Xolodilniklarimizga qanday aksiya bera olamiz? Qarang, o'zi baholari chegirmaga tushib turibdi. Bularning baholari ko'rishingiz mumkin. Hammasini chegirmaga tushib turibdi. 4.8 mingdan 3.850 ming so'mga, 1 million so'm, 1 million, 1,5 million so'm, 200 dollargacha chegirmaga tushib turibdi. Muddati to'lovga dasa bo'ladi, shundan narxi dasa bo'ladi, bemalol. Yaqinda endi hozir bu kamday his qildik. Buni o'tgan oydan qo'ydik buni. Endi bu oyda sal yangilik qilamiz, xudo xolasa. Bizlardan kelib turib bir kamerali xolodilnik defrost xolodilniki bo'ladi, ichi muzlikdan xolodilnik. Shundan tortib, ikki kamerali defrost xolodilniklarni sotib olsa, masalan, sotib oladi-ku. Har bir odamga bilet yozib beramiz qo'lina. 30 xolodilnik, 30 odam sotib olgan vaqtida, masalan, 2 kunda sotilama, 3 kunda sotilama, 1 haftada sotilama, 30 xolodilnik sotilsa, 30 odamning orasida bir dona iPhone 17 Pro o'ynatib beramiz. 30 odamning orasida. Pochta 20 million so'mlik telefon emas. 30 adam. 30 adam. 30 adam deganingiz bir oyda netaman, может 10 kunda sotiladi anchar. Сразу. Gap yo'q, zo'r ne bo'ldi? 60 xolodilnik sotilsa, 2 iPhone сразу. 2 iPhone sразу. 31 adam ham o'ynatmaymiz, 30 odamdan bo'lib o'ynatamiz. Nima deganda u ko'p tiqib tashlasak, u utish imkoniyati sal kamroq bo'lib qoladi. Odamlarga shu yurtdoshlarimizga bir imkoniyat bo'lsin deb 30 odamga qo'ydik. Yana mayda-chuyda bo'lolmay, yo to'q iPhone o'zini beramizmi? Mayda-chuyda ham endi mayda-chuyda bo'lganda yanna endi o'zim yana bir hisobimizdan qo'shamiz, yana bir Samsung telefonlarni qo'shamiz, xudo xolasa, A07 lar. Bu ana do'stlar. 2 dona telefon deydi. 3 dona telefon bo'ladi. Birinchi o'ringa shu iPhone 17 Pro Max, ya'ni shu xolasa orange rangidan, xolasa silver rangidan qo'yamiz. Keyin ikkinchi, uchinchi o'ringa A07 qo'yib beramiz. Bu arzonlagan bahada beramiz, arzonlagan bahada. Ustunda qimmat baha, masalan, iPhonening bahasini mindirib qo'yibdi degan gap bo'lmaydi u yerda. Bu bizga zavod tomonidan keladi iPhone 7. Men ikkisamdan chiqmaydi u. Ana shuni ham bilib olsangiz xohlayman. Masalan, do'konchi tomonidan endi podarka qo'yilishi mumkin, qaysidir oylarda bir kunda qo'yilmaydi lekin. Kunda qo'yildi degan gap buning ustuna baha minib ketadi. Minib ketadi, podarkaning puli ustidan minadi baribir. Buni o'zi
avvalgi videomizdan keyin ko'p odam tushunibdi uje. Videoni ko'rib kelgan ha to'g'ri ekan deb aytib turibdi. Lekin tushunmagan odamga tushuntirsak ham tushunib turibdi lekin. Shunda hozir biz necha so'mlikdan necha so'mlikgacha savdo etishimiz kerak iPhone o'yinida qatnashish uchun? Farqi yo'q. Masalan, 2,5 million so'mlik xaladinlik asada bir bilet beramiz. 15 millionlik asada 15 millionlik yanda qimmat xaladinlik asada ham shu bilet beraveramiz. Bir xaladinlikka bir bilet beriladi. Boy xaladinlik sotib olasizlar ekan. Shu o'yinda qatnashasizlar do'stlar. Gap yo'q. Ularning aksiyasi zo'r bo'ldi. Endi konditsionerlarni aytsak, konditsioner aksiyasi davom etib turibdi, nechuk? Bizlarda davom etib turibdi. Yana plus qo'shilib ketdi konditsionerlar. Yana qo'shildimi? Qaysi qo'shildi? Masalan, avval bunalar turiydi-ku o'zi. Avvaldan shu bahasi arzon bahoda qo'yib bo'ladi. 18liklardan qo'shyapmiz. 18likdan qishda ish detallarni qo'shyapmiz. Yozda, qur yozda ish detal emas, qishda plus ichida tini bor, 2 dona tini bor, inverter konditsionerlarni qo'ydik. Sakura Sendo degan modelni qo'ydik. Shivakiniki bu. İçini tushuntiradigan bo'lsam 135 pastoqda ishlaydi. 135. Gap yo'q. Wi-Fi kontroli bor, o'zida Wi-Fi dan boshqarsa da bo'ladi. -20 gradusda ishlaydi, teni bor ichida, ichi misxili. Bahasi 7 million 590 ming so'mdan 6 million 599 ming so'mga tushdi. 6,5 ga tushib qoldi. 6,5 ga tushdi. 18lik. 18lik. Shivaki degan yaxshi qilib bu. Shivakining eng yaxshisi, bundan qimmati yo'q Shivakining. Eng qimmati. 18likning eng qimmati bu. Inverter. Inverter обязательно. Gap yo'qligini 135 to'xtada ishlaydi ekan. 135 hozir kamdan kam ishlaydilar 135 da. O'chib qoladi. qoladi. Buyoqdagilar shu mana birdagiday Artel'ning eng yaxshisi, o'zi hammasining eng yaxshisini qo'yganmiz. 4 million 890 mingga tushib turibdi. Avvalo 12lik, hamma biladi, avvalo 12lik 4 million 890 mingda. Shivakining eng yaxshisi 12ligi 4 million 340 ming so'm. Gap yo'q. Artel'ning eng yaxshisi masalan mana telli varianti bilan, bunadan pastroq varianti 3 million 880 ming so'm. Hammasi inverter ekan. Hammasi inverter. Bu o'zi saylab qo'yibmiz buni. Masalan, yog'i qurib o'tmayotganda ya boshqa yozda ishlarni qo'yib qo'yganimiz yo'q. Masalan, odamlar to'g'risi olgandan keyin qishda issiqga oladi, uyga bir foydali keltirish uchun oladi. Shuning uchun qurib telli variant qo'yib qo'yibmiz. Olgandan keyin isitmay qolmaydi. Hammasi sinovdan o'tgan, o'zim sinovdan o'tgan, necha yildan beri sotamiz bu narsalarni. Mana shundan keyin o'zim tavsiya beradiganlarni qo'yib qo'yibman men. Gap yo'q lekin. Mana avalonlar bor ekan. Avalonlar ham bor. Har xildan bor ekan. Artel, Avalon. 24 lik avalonlar ham bor bilan. O'zi Avalon, Shivaki, nima bu? Avalon bor, Shivaki bor, Artel'diki bor. 3 firma, eng mangmaylari ana shular. To'g'risi, arqalar ham bor. Bizda podarka qo'shib beriladigan brendlar bor o'zi. Arzon brendlar bor. Ular ham bor, lekin agar dim so'rasa, klient shuni so'rasa beramiz. Ilojsiz klient bor bizda, turibdi, skladimizda bor bu narsa. Masalan, yozib qo'yadi, masalan, ana shu konditsionerlar где-то 5,5 million so'mdan 3,5 millionga tushdi yo 3 millionga tushdi deydi-da. O'zi asli 3 million so'mga konditsioner, asli bu narsa. O'zi ma'lum narsa bu. Eng arzon konditsionerlar o'zi $220 shunday chiqadi-da u. Lekin sifati o'zi Artel'ning 9ligidan ham pastda kichkina bo'ladi motorlari. Eng arzon $220. $220. Artel'niki? Yo'q, meniki yo'q, men aytib turgan podarkalar. Brendini aytib qo'ydi. Ana shular. Motori Artel'ning 9lik bunday motoridan ham kichkina. Hozir mana 12likning motori mana. Mana 12likning motori. 12lik motor bu, ha? 12lik motor bu. Kompressorlar mana biladi. Avalonmi bu, Artel'mi bu? Avalonniki bu. Mana kompressorlar. O'ralib turadi ekan buni? Shu o'ralib turadi o'zi. To'ng qolmasligi uchun. Ya o'zi prosta shum chiqmasligi uchun. Shuncha bu to'ngmaydi bu. Bu bir 96 gradusda qizib turadi ishlagan vaqtda. Qishda muzlab qolib netib yurganlari qaysi bu? Yo'q, u qishda muzlab qolgani bunday bo'ladi. Masalan, kechda o'chirasiz konditsionerni, aytibdi 96 gradusda qizib turadi motor. Kechda sirt -20 bo'lib turibdi, o'chirasiz. Tong azongacha u tosh bo'lib qotadi u, terlab turgan narsa. Azonda qo'shasiz-ku siz konditsionerni. O'sha muzlab qolgan. O'sha muzlab qolgan bo'ladi, u obyektlarga qarab ishlab boshlaydi. U hamma konditsionerda kuzatiladi u narsa. Iloji barincha masalan o'chirmaslik kerak azongacha. Vaqtida o'chirmaslik kerak. Masalan isib ketdi xona. Quyosh chiqqandan keyin o'chirsang bo'ladi. Xona isib ketgan vaqtida 30 gradus emas, bir 23 gradusga qo'yib qo'yasiz. Esdan ishlab turadi. Eng ekonomik ishlagan vaqti bo'ladi ana shu vaqt konditsioner. O'chirib yoqsa ko'paydi konditsioner. Kechasini yoqib qo'yinglar. 8-9lar qarab o'chiringlar azonda. Agar ertaroq o'chirib yuborsangiz ham muzlab qolishi mumkin. Buni olgan vaqtida o'zimiz tavsiya berib, o'rgatib, hamma klientga обязательно uni aytib beramiz. Mana yog'i ko'rgan televizoringiz, yanda keldik. Eng qiziq yerga keldik do'stlar. Bir dana, ikki dana qo'yib, yanda aksiya deb netib o'tirmayman. To'g'risi, bu narsani yomon ko'raman. Bu xalqning ishonchi bizga muhim, to'g'risi. O'zi nomdan shunga moslab qo'ydim men. Elroz deb qo'ydim. Elimiz rozi bo'lgan holatda qarasa, aksiyani qo'ydik. Hozir bu yerda 100 dana televizor to'plab olamiz.
Podarka kichkinasi. Bunani olasiz. Bahasi shu birdagi o'zgarmagan 3200 mingga 3200 ming so'm. 3200 ga buni sotib olasiz. Bu podarka. Bam shu Baum Martel mana ko'rganlaringizdek mana ichindagi xarakteristikasini yozib qo'yibdi mana. Ecom Smart. Ecom Smart bo'ladi. Обязательно YouTube, Netflix hamma narsaga IT'ga kiradi. 3600 dedingmi? 3200 ming so'm. 3200. Shunda bizga 1.600 ga chiqib qoladi har bir televizorimiz. Ikki bo'lsa. Buning o'zi 1.700 ming so'm sotamiz. Почти 2 million smartlar почти 2 million turadi axir. 3 yil garantiya, Eco'ning ham, buning ham garantiyalari bilan beramiz. Garantiyasi bilan. Lekin garantiyasi ham bor Eco'ning ham. Обязательно garantiyasi bilan beriladi. Artel 43likda olasizlar. Xohlasam, muddati to'lovga bemalol xarid qilib. Muddatli to'lovga olsang ham podarkasini beramizmi? Обязательно beriladi. Обязательно xohlasa muddati to'lovga, xohlasa bir pasport qada kelib olsa, 1 so'm pul to'lamaydidan muddati to'lovga podarkasi bilan beriladi. Sotib olsa bo'ldi. Muddat qolgan do'stlar, pullaringiz bo'lmasa-da kelib turib bir pasportga podarkasini aytib qolasizlar. Pul shart emas. Birovni zalga qo'yasizlar, birovni spalniyaga qo'yib ko'rasizlar, или kukniyaga. Gap yo'q. Katta televizorlardan ham bir bahosini aytib bering. Necha so'mdan eng katta televizorlarimiz? Katta televizorlarimiz nechalikgacha bor? Hozir bizlarda bu yerda vitrinada turgani 85 dyumgacha bor. 85 dyum, 220 bo'ladi. Shivakiniki bor, Artel, Avalonniki. Bizlarda shu 3 xil brend bor. Shivaki, Artel, Avalon. 3 xil brend bor. Ana shu brendlarga 100% bahosini javob beramiz. 4 kun 50 qara beruniga 100% bahosini. Sababini ham aytib keting. Masalan, ko'p odam sal xato tushunadi. Bizlarda do'konlar orasida darajaga bo'linadi-da. Baho masalan zavod tomonidan. Premium ikkinchi daraja, 3-daraja, 1-daraja, premium daraja bo'ladi-da. Bahosi 3 tur bo'ladi bu yerda. Ko'tarilish uchun savdosini qarab ko'tariladi, oborotini qarab, do'konning sosteniyasini qarab. Oborotini qarab. Bizlar premium klassda sotamiz. Premium klassda neni olib qo'yibman, litsenziyani olib qo'yibman. Молодец qo'ydi. Shuning uchun bahosini 100% qo'rqmay shu brendlarga javob bera olamiz. Nima endi boshqa 2-chi, 3-chi daraja, 1-darajalardan bahoni bizlar arzon olamiz. Krupni olaman, arzon olaman. Va arzon sota olaman. Qo'rqmay sota olaman. Masalan, boshqa do'konchilar zavoddan olatan bahoda men sota olaman. Baholarni bir qator aytib o'tamizmi, yo'qmi? Bahosi bemalol. Mana 81 likdan boshlaydigan bo'lsam, eng arzon televizorimiz 1.200 ming so'mdan boshlanadi. 1.200. 1.200 Vestaniki bo'ladi. Artel'diki 1.5-1.700 ming so'mdan boshlanadi. Avalondiki 2.100 ming so'mdan boshlanadi. 2.100. Avalondiki qimmatroq. Avalondiki ichindagi operatsion sistemasi qimmat, Webus bo'ladi. Bu original, официальный Webus bo'ladi, shuning uchun qimmat bo'ladi. Yanday Vestaniki neofitsialniy bo'ladi, Android bo'ladi. Shivakiniki ne? Shivakiniki официальный Android bo'ladi. Bu Android официальный. Официальный bo'ladi. Menimcha u Shivaki Avalondan ham zo'r bo'lsa kerak. Sifatlari zo'r. Sifati Shivaki yaxshiroq menimcha. 43liklarimiz 2.300 ming so'mdan boshlanadi, eng arzoni 2.300 ming so'm Vestaniki, 2.900 ming so'm Artel'diki, shundan boshlanishini aytib turibman. Avalondagi 3.300 ming so'mdan boshlanadi. Shivakiniki ham shundan boshlanadi. Top 4.500 minggacha bor. 43likniki o'zi. 4.500 gacha. 50likimiz bor undan keyin. 50lik ham shu 3 xil brendda bor bizlarda. Eng arzoni 3.300 ming so'mdan где-то 6 million so'mgacha bor. Keyin bu yerda 43liklarning ayrim bir aralarida chegirmaga tushib turgan variantlari ham bor. Qanday u? Masalan, mana bu bor. Eng qimmati bu 43likning. Bahosi 3.550 ming so'mdan 3.50 mingga tushib turganlari bor. Bu zavod bahosidan ham arzonlab turganlar. Artel'diki eng bu 4K formatda ko'rsatadi bu. Full HD emas. 4K formatda ko'rsatadi, голосовой bor hammasida. Ovoz orqali ishlaydi. 65liklarimiz ham bor mana. 65liklar 5.200 ming so'mdan boshlanib, top 7.800-8 milliongacha bor. Ular ham qaytib kelishtirib eng arzon bahoda beramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizlarda hamma narsaning bahosi yozilib turadi. Bahosiz hech bo'lmaydi umuman. Masalan, mashinasi umuman undan narsa bo'lmaydi. Masalan, Fatimani ko'rsatib, ya'ni Zuhrani tig'ib undan narsa bo'lmaydi bizlarda. Prямо shu o'zi beriladi va o'zini bahosini javob beriladi. Hammaga bir tur sotiladi. Bizlarda masalan 3 odam kelib 3 tur sotilmaydi. Hammasini bir tur sotamiz. Belgilangan bahosi bor, o'zi sotuvchilar ham shundan sotadi, men ham shundan sotaman. Bahosini eng arzon bahoda qo'yib qo'yibman, xudo xolasa. Solishtirib ko'rsam bo'ladi bemalol, shuning uchun baholarni bo'yicha solishtirasiz bu? Bo'y 4 kun 50 qala berunida qaragan do'kon bilan solishtirib ko'raveradi bemalol. Model senda o'xshaydi. Mana hozir 100lik dedingmi, 86lik dedingmi? 85lik. 85lik. Shivaki 14 deding axir. Undan ham qaytib beramiz uni. Undan ham qaytib beramiz. Undan ham qaytib beramiz. Ana do'stlar. Boshqa yerlarda qimmatroq ko'rdim shu televizorni. Undan ham qaytib beramiz.
Bermesen azroq ekan. Keyin 24 lik Avalon konditsioner ham arzon bizda ko'p yerda. Masalan, ko'p yerda 14 million 800 sotiladi, eng arzon havo. 24 lik? Nastoящий. Necha desam uni bahosini? Mana buna konditsioner. Manami, turgan? Havo. Ha. Mana shunday Necha so'm konditsioner bu? bizda eng arzon sotiladi. Eng arzon bahosida. Eng yaxshisi bu. Brussel degan modeli, 24 lik. Eng oxiri bu, 25-yilda chiqdi bu model. Gap yo'q. 24 likning eng yaxshisi 14 million 900 sotadi ko'p yerda. 14 Eng arzon million sotqani havo. Havo. 13 million 800 ming so'm bizda. 13 million 800. Ha, 13 Ana million kerak 800 bo'lsa. ming so'm. Eng oxirgi Dastlabki uстановкасы ham shuning ichida aytib beramiz. Bu Uстановка ham aytib 500 ming berasizlar. so'mdan ko'p chiqadi buning uстановкасidan. Havo, Расходы. Qimmatroq. Bunda oyoq chiqmaydi, ichindagi boltlari chiqmaydi, 500 ming so'mdan ko'pga uстановка Ha, boltlar chiqmaymi bunda? Yo'q, bu yevropeyskiy bondagi chiqmaydi u narsa. Bu o'zimizdan qo'shib Bu yerda beramiz. qo'yadigan ishlaydilar, yevropeysklar. Ha. Yevropada oyog'i kranchsini avtomatik uy solingan vaqt qo'yilib ketadi-da. Ana shuning uchun bu narsalarga bunday narsa chiqmaydi. Gap yo'q lekin. Tak, buni avtomat kir mashinalarga necha aksiya bera olamiz? Avtomat Bular necha so'mdan boshlanadi? aksiyalar 2 million 800 ming so'mdan boshlanadi avtomatlar. 2 million 800 dan boshlanadi. 2 million 800 6 kilolig'i. Ha, eng arzon. Inverter motorlisi bo'ladi. Eng arzoni 2 million 800 mingdan ketaveradi. 13 million 14 milliongacha bor avtomat kir mashinalar. 14 milliongacha. 14 milliongacha bor. Masalan, Vestan ekan Klassini bor. qarab, 10 kilolik bunu. 10 kilomi? 10 kilo 8 million 100 ming so'mdan 4 million 470 ming so'mga Voy, chiqdi. yarim 10 kilolik. 50% chegirma beraversan. 10 kilolik bu. Ha, 10 kilolik. Vesta. 3 yil garantiyasi bilan beriladi. Bu ham martiyada chiqadi. Va martada chiqadi. Ha, bu zo'r chegirmaga tushdi bu ham. Ha. Avalondagi bor mana. Avalon necha chiqadi ekanda? 7 million 200 ming so'mdan 6 million so'mga tushib turibdi. Avalonning eng yaxshisi bu, Belgiya bu. Bu O'zbekistonda zborka bo'lmaydi bu Bu yerdan narsa. farq etamiz buni. Nusa. Bir qaraganda masalan Belgiyami, O'zbekistonmi? Ha, Yevropaniki yaxshi Ava, bo'ladimi? kitobida yozilib turadi birgina, do'konchining o'zi aytadi, aytsa agar vijdanni havola bu narsa. Ha, Ava. Belgiyada. Bu Belgiya bu. Jiddiy motor bo'ladi, remensiz. Ha. Prямо remensiz bo'ladi. Belgiyada chiqadi, Turkiyada chiqadi, O'zbekistonda chiqadi axir bular ham. Bu ayrim vejlari Turkiyadan chiqadi, avtomat ham bor, Turkiyada chiqadi, Belgiyada chiqadi, Xitoyda chiqadi ham bor. Xolodilniklari Xitoyda chiqadi, ko'p narsasi. Turkiyadan chiqadi, O'zbekistondan chiqadi. Mana O'zbekistonda chiqadi ham variant. O'zbekistondagi. O'zi mana masalan, basharasini tushirib qo'ysangiz ham ma'lum bo'ladi o'zi. Mana O'zbekistonda chiqadigan varianti, mana Belgiyadan keladigan variant, import variant bu. Mana o'zi ko'rinishi ma'lum. Biz boshqacha ishlangan buni shishalar ham. Bu o'sal ko'rinishi boshqacharoq. Bu O'zbekistonda chiqadigan varianti. O'zi og'irlig'idan ham lekin normal razница bor. Ha. O'zi mana hammasi ulu neda yozilgan. Senlikda yozilgan, bayasi bemalol bahasini solishtirib ko'rib, kelib xarid qilib asab bo'ladi, solishtirib ko'rgandan keyin bemalol mana har turli hammasida bor. Tushunarli bo'ldi. Mana vajni ubay bu. Bu ham 2,5 kilolik kir mashin bu. Ha? Mana Kir mashinmi? kir mashin bu. 2,5 kerak kilolik. bo'lsa. Mana Shivaki. Shivaki. 2,5 kilolik. Ava. Disk kiyimlarni yuborasizlar. O'zi masalan kichkina bolalarning kiyimini bunaqa addini yuvish kerak, kerak, addini yuvish kerak. Asli gigiyenik yog'idan addini yuvish kerak o'zi uchun. To'g'ri Mikrob nechasi bo'lmaydi. Ana shu uchun chiqqan narsa bu. Ha. Masalan, bir dana sulga ham yuvajaksiz, bunaqa kirib suv solib, rasxod etib bir ranglari o'tib ketdi. Buni o'zina sovarasiz. Ko'p odam olib turibdi lekin bundan zo'r. Diski zo'r, olish kerak. Uyga arzon ham yana 650 ming so'm bahasi. 650. 650 ming so'm. 2,5 kilolik. 2,5 kilo kirib yuradi. Gap yo'q, zo'r ekan. Ichida yana sig'adi ham. Ha. Keyin bu yoqda Sig'ib yana bir beradi. yangiligimiz keldi. Hozir qish yangiliklar bor. qish mavsumi uchun men zo'r tavsiya beraman shu narsani, o'zim sinab ko'rdim bu narsani. Bu vozduk очиститель va увлажнитель bu. Havoni ham tozalaydi, ham namlaydi havoni. Zo'r ekan bu narsa. Masalan, mana kichkinasi bu 30 kvadrat. Changlarni yutadi o'zi. Masalan, ikki yog'ini changni so'radi. Chang so'ratdan filtr bor ichida. Neo filtr bo'ladi. Bu yerdan tozalab chiqaradi havoni. Bu yerdan tozalab chiqaradi. Chang mumitizam qo'yadi, komutada. Mana yerda datchigi bor. Havo masalan to'qqa tiqqan vaqtingizda avtomatik 40 minutning o'zida xonani o'lchab bo'ladi. Havoning tozalik darajasini o'zi ko'rsatadi. Qizil bo'ladi, yashil bo'ladi, ko'k bo'ladi. Yashil bo'lgan vaqtida polni toza bo'lgani havoning. Meni ko'rsatadi o'zi. Qaysida yanadi o yashili? Mana yerda yonib turadi o'zi mana yerda. Polni yonadi. Yashil bo'ladi, qizil bo'ladi, oranjiviy bo'ladi, usti yonib turadi mana yerda. Polni yonib turadi. Gap yo'q lekin. Bu havoni havoni tozalasa, mana yerga suv solinadi ichine.
Bu havoni namlaydi. Distir suv solinadi. Distir suv solasiz. Mana shu yerga solasiz. Bu yerdan filtri bor. Mana siz suv solasizdan bu havoni namlab turadi. Hozir masalan, ko'p odam uyni Uxlab turadi, ya dedim. bunadan shamol chiqqanini hisobidan bundan ham shamol chiqadi. Bundan Namli havo olib chiqadi, toza namli havo. havo toza bo'lib chiqadi. Ana shuni zo'r bo'ladi. Avvallari addiniy deydi ana shu. Ularning addiniy bo'ladi. Vojinsiz addiniy, filtr addiniy deydi. Hozir уже mana artel shuni zo'r o'ylab chiqardi. Ikkovi bir yerda. Ikkovi bir yerda, ham bahasi normalniy. Zo'r ekan-a. Bahasi normalniy. Qarang, mana bu filtr masalan, quruq o'zi filtr. Bu tozalovchi bu, ha? Tozalovchi 2700 ming so'm bahasi. 2700. Aha. Endi Mana qarang. ikkovi bir yerda. Mana bahasi ikkovi bir, ham filtr ham очиститель. Ha. Bahasi 1.299 ming so'm. 299 ming so'm. Bahasi ham 1.299 ming so'm. Bari kerak narsa, bu changlar tozalab turadi uyda. Bari yurganda, o'tganda, qaytganda chang ko'tariladi. Odamning ko'zina ko'rinmaydigan changlar bo'ladi. Astmasi bor kasallik, masalan, astma kasalligi bor odamlar bo'ladi. Masalan, hozir увлажнитель qo'ysa, yod tanqisligi bo'lmaydi. Masalan, hozir azroq suv solasiz, azroq bir ikki tomchi yod solib qo'yasiz, yod tanqisligi ham bo'lmaydi, yo'tal tutmaydi odamni. Yod suvga aralashtirib solib qo'ysa bo'ladimi? Zo'r toza havo chiqib turadi. Ana shu zo'r narsa. Bu yotatan yerlarga обязательно tavsiya qilaman. Masalan, spaniyalarga qo'ysa, masalan, odam uxlagan vaqt o'zi toza havoda uxlash kerakda. Ana shu odamning boshi og'rimay turadi. Ko'pada yozmaysan, gaz yo'q qo'yib berdi, pechki qo'shadi. Pechki qurtadi havoni. Konditsioner ham ma'lum miqdorda qurtadi havoni. Vam qurtadi. Ana shu vaqtda bu narsa zo'r yechim bo'ladi ana shu narsaga. Ko'p odamga tavsiya beraman. Agar masalan ko'mir yog'atan yerlarda masalan ko'mirning isi bo'lishi mumkin. Bu islardan tortib turadi, tozalab. Tozalaydi, polni tozalaydi. Buna her türlü aromat salsa bo'ladi. Maksimum degan yerda shu yergacha suv solasiz. Ana shu yergacha suv solasiz buni. Gap yo'q. Shu yergacha suv Buni solasiz. garantiyasi bormi? 2 yil garantiyasi bilan beriladi. 2 yil garantiyasi bu. Arteldagi- Garantiyasiz emas bu, Buni arteldagi. ko'rinishidan bilan buni yaxshi narsalarga. Buni kattasi 60 kvadratga bo'ladi ular. Kattasi Bu shuni zallarga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Zola qo'ysam. Masalan, sigaretning tutuni bormi, isi bormi, bayasini tortib chiqarib tashlaydi. O, sigaretlardan tozalab turadi. Buni tortadi. Sigaretdan tortadi. Sigaretning isi qolmaydi bunda. Qolmaydi. Ana sigaret joyida Allah bo'lsa, uyna qo'yib qo'yasizlar, zalga ama birga. Sirasi tozalab ertangacha top-toza havo bo'ladi. O'tirib qolmaydi bir yerlarga. Umuman, ana shu zo'r tavsiya Buni pulni beraman. aytmadik, pulni Tak, ullusi bahasi hozir endi chiqadi. Xudo xolasa. Bulardan qimmatroq bo'ladi. Bundan qimmatroq chiqadi va. Mana sirasi shu yerda chiqarib beramiz. kerak premiumda. Sirasi shu yerda chiqarib berib aytib berik, bahasini ham ko'p odamga qiziq bo'ladi. 2.100.000 so'm chiqadi bahasi. 2.100.000. Mana shundan bunadan arzon chiqadi. O shundan baribir bunadan qaraganda salgina. Salgina bu 30 kvadrat, bu 60 kvadrat. Buni ikkasida ullu bu. Masalan, bu sargana o'rnida masalan arazonda 1 million so'm ham chiqmaydi. 40 kvadratlik yerga buni 60likni qo'ysa, effekti tezroq bo'ladi. Tezroq bo'ladi. To'g'ri. Ana shunday. O'zim Gap yo'q, tavsiya zo'r beraman, narsa ekan do'stlar. Sog'liqqa foydali narsa bu. Yaqinda hali ko'p odam olib ishlatib ko'ryapti o'zi. Buni ishlatib yurganlar ko'p, doktor odamlar ko'p ishlatib yotir mendan olib. Ular biladi masalan. Doktorlar tushunadi. Tushunadi. Shundan tushunib bizlar ham buni ishlatyapmiz. Kamayib boraveradi. Toza havoda dam olib turish kerak. Tak, tushunarli bo'ldi. Shivaki kir mashinlarimiz ham aksiyada, xudo xolasa, bayarisi, kesalar bahasini hammasini tushirib beramiz. Mana bu men spesialniy avvalgi tushmagan bahasini ham qo'yib qo'yibman. Masalan, bahasini senligini o'zgartirib boshqa etib qo'yganimiz yo'q. Avvalgi baholari bunalar, tushmagan baholari. Hammasida bor. Ullu senlikda bayasida qaytadan senlik chiqarilib, ana shunday qistirilib ketar bayasini. Buni solishtirish uchun. Shuglar yana. Bahas. Solishtirish uchun qo'yib qo'yibmiz. Tushunarli bo'ldi. Endi bizda nimalar qoldi hozir? Endi bu yoqda mayda verjan pilisoslar bor, pilisoslar, pechkalarga qanday aksiya bera olamiz? Ularda shu yanda aytganimday o'zini pulini 3 oygacha foizsiz bo'lib to'lasa bo'ladi. O'zini pulini. O'zini pulini. Masalan, foiz minmaydi. Yo'q, 1 so'm pul minmaydi, shtraban bo'lmaydi, kechiktirsa, shu 3 oyda bo'lib to'lasa bo'ldi. Qalasa plastik pasportga beramiz, bemalol kelib turib xarid qilib olsa bo'ladi. Ichida ishlash ham shart emas, plastiki bo'lsa, ichida оборот bo'lib tursa bo'ldi. Kafil ham kerak emas. Masalan, eng arzoni pilisoslar necha so'mdan masalan? 955 ming so'm turadi ekan buni. Shuni 3 oyda bo'lib bersak bo'ladi, 300 ming so'mdan tushadi. Shu 955 ni 3 ga bo'lib to'layverasiz. Samsung desanglar Samsung bor ekan 2 milliondan. Avalon desa Avalon, Artel desa Samsunglar chistimi yo O'zbekistondagimi? Ya, bizlarda umuman original ishlab chiqariladi bular. O'zbekistonda bo'ladi bu. Texnoparkda. Texnoparkda zbor ketiladi Samsung. Har turli pilisoslar bor. Chalakli pilisoslar bor, ko'p odam tozalog'i yerini biladi-ku. Chalakli pilisoslar bor. Qog'atdan ketaveradi. Qog'u ham shart emas, buni haftada bir qog'ib tursam bo'laveradi. Straytilni, kesak-kesaklarni tortib ketaveradi. Qo'lni hamma narsani tortib o'tdi. Suv, beradi.
Mini pechlarimiz ham bor. Bahasini premiyani boshlanishini tugashini aytib o'tib ketamiz. 400 ming so'mdan boshlanadi. Mini pechlar. Mini pechlar 400 ming so'mda shu 4 ga 3 ga bo'lib to'lasa da bo'ladi. Bulardan bo'lib bersak bo'ladi. O'zini faiz, o'zi pul minmaydi ustidan, o'zini pulini faizsiz bo'lib to'lasa bo'ladi. 400 ming so'mdan 2,5 milliongacha bor. Eng ullusi 2,5 million so'm. Ava. Zo'ri. Mam Artel, Shivaki, Avalon, Vestaniki bor. Gap yo'q. Gaz plitalar ham shunday. Gaz plitalar Qancha so'mdan boshlanadi? Eng arzoni ayt. 1 million 800 lardan boshlanadi. 1 million 800 dan boshlanadi. Eng arzon gaz plita. Ava. 1 million 800 ming so'mdan 4 ko'zlisi 5,5 milliongacha bor. 5,5 milliongacha. Lekin 1 million 800 gini olishni demam tavsiya bermaymiz, to'g'risi. Salgina bir 300-400 ming qo'shib, sal yaxshirog'ini yaxshi. Hava. To'g'ri aytasan. Bu sababi zavod hamma yoqlama raqobatga bardosh deb chiqaradi. Masalan, boshqa arzonchi gaz plitalar ham ko'p hozir. Masalan, yog'i nelar ichi yonib ketib yurganlar bor, lekin bahasi arzon shulardan. Ana shularga mos etib chiqarib qo'yibdi-da uning bahalarini. Kesalar uni tushuntirib beramiz. Shu bahasi to'g'risi 2 million 300 liklardan olsa normalniy. Ana biz 1 million 800 mingga deb plan so'm to'laydi-ku. 1 million 800 mingdan yana salgina qo'shib 500 ming so'm qo'shsa yaxshirog'ini oladida. Gap yo'q. Vichkalari, gazlardan shu narsa. 3 oygacha umuman 1 so'm pul minmaydi. Gazda shu. Gazda ham shu. O'zini pulni bo'lib beramiz. O'zini pulni bo'lib to'ldiradi polni 3 oygacha. Vichkalar ham shu, polni. Shu baha bu da. Shu baha. Ustidan 1 so'm pul minmaydi. Foiz minmaydi. Yo'q, minmaydi. Gap yo'q. 43 lik televizorlarda ham shu baha, 32 lik televizorlarda ham shunday. Faizsiz bo'lib to'laveradi. 43 gacha televizorlarda shunday. 43 gacha. Katta bo'lsa o'sha ana yoqda o'zgaradi. Ana yoqda o'zi faiz minadi-da ana yoqda. Faiz minadi. Undan yoqda iloji yo'q, to'lab bilmay qoladi. Ko'pdan tushib ketadi, oylik to'lab. Ana shunday. Bu hozir aksiya qo'ydik-ku. Necha kungacha davom etadi endi? Nechanchi chislagacha? Masalan, ko'p odam ishchi, oyliqchi, pensiyaga endi pensiya tushdigan mana oyning oxirigacha qo'yib beramiz. Noyabr oyining oxirigacha. Noyabrning oxirigacha. Oxirigacha. Oxirgi chislasi 13 ha? Shunda примерно bir 15 kun или sal ziyodroq bo'ladi ekan, 17 kun atrofi bo'ladi. Bir kun, 2 kun deb o'tirmaymiz. Nima deganda birovlarning ishi bor, bir kun birovning qo'li tegmay qolishi mumkin, birov boshqa bo'lmay qolishi mumkin. Birov puli bo'lmay qolishi mumkin, yo videoni keyin ko'rgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun to'g'risi hammaga yetsin deyman-da men to'g'risi. Lekin sen televizoring уже ertang tamom bo'ladi menimcha. Xudo xolasa yetirib beramiz televizorda. 100 dona qo'ydikmi shunda? 100 donani sotilsa уже ikkinchi kun 3 kundan keyin yoki 2 kundan kelib turib qani desangizlar уже xato bo'ladi. Chunki endi уже bas bo'ladi. Shu ertagina уже boshlanadi u narsa. Ana shu bugun qo'ysak ertaga boshlanadi. Orguni qo'ysak уже ertagina necha 15-chislada уже alavorda bo'ladi u. Shu ana shuning uchun sal shoshilib qolinglar televizor oyog'idan. Nima deganda televizor normalniy o'zi nerealniy aksiya bo'lib turibdi bu. Buni birgina o'zimiz 3 million 200. O'zi bahasi ham 3 million 200 turadi ekanda. 3 million 200 o'zi. O'zining bahasi 3 million 200 o'zi. Podarkini просто tak berib turibdi. Просто. Biz shuning uchun hamma yil 12 oy podarka bermaymiz. Shu oydan oxirlarida, shu mana pikka chiqqan vaqtlaridagina aksiya qo'yamiz. Ana shunday. Jinab hammasini bir tashimizda bayarisini. Xalqimizga shu to'g'risi tayyorlanamiz. Yilning oxirida tayyorlanib boramiz. Tayyorlanamiz to'g'risi. Ikkisadan urasan podarka. Uramiz. Boshqa variantimiz yo'q. Yil rozi bo'lsin deb. Yilimiz rozi bo'lsa bo'ldi bizga. Xudo xolasa bizlardan shu bir yaxshilik qoladi. Nima qoladi boshqa? Burada masalan har kuni istoriya qo'yib boramiz sotilganini. Shu bizning Instagram, Telegram kanalimiz bor. Elras savdo markazi, Elras uz deb yozsanglar chiqadi. Instagramdan, Telegramdan ana shunga obuna bo'lib qo'ysanglar, polni ko'rib turasizlar. Birinchi u ana shunga qo'yiladi. Ana do'stlar, telefon nomerlari yoziladi, zvont etib kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Xudo xolasa Elras savdo markazimizda hammangizni kutib qolamiz.